Navbatdagi ishimiz yana Xivada bo'ladi. Xiva Poskaydan girib kelaverishda shu ikki joyimizni balkonlarni betondan balansinalarni perelalarni o'rnatib berdik. Yo'laverasida balandliklari 1 metrga chiqdi. Kvadrat naqshdan qo'yib berdik. Bu joyimizda yana mayda egizaki bor. Balkonlarni balansinalar o'rnatib berdik. Kim shuning chiroyli sifatli ishlar kerak bo'lsa, aytaverasizlar. Xizmatlarim Xorazm va Qoraqalpog'iston bo'lib